Assalomu alaykum hammaga. Nexus 3 mashinasining orqasiga 4 talik parktronik o'rnatib beramiz. Datchiklar o'rnatiladigan joyi to'g'ri o'lchab olib teshib olamiz. Bamferimizni teshib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Endi parktroniklarni o'rnatib, orqasidan germetik surib chiqamiz. Yosh bolalar o'ynab bosganda ichiga kirib ketmasligi uchun o'zining lipuchkasi bo'ladi. U germetik bo'lsa qattiqroq ushlaydi. Hamma datchiklarga surib bo'lgandan keyin bamferni yig'amiz. Bamferimizni yig'ib oldik. Bu mashinaga Starline A93 modeli GSM bilan qo'yib berilgan. Mashina polnis telefondan boshqariladi. Starline pulti bo'ladi, shu pultdan boshqariladi. Parktronikimiz bamfer ichidan qo'yilgani uchun bamfer bilan tekis holatda turadi. Ko'rishingiz mumkin. Endi hozir buni tekshirib ko'ramiz. Mashina orqaga harakatlanishni boshlaganda parktronikimiz yoqiladi va ekranda qancha masofa qolganini ko'rsatadi. Ekranda P yozuvi chiqqanda mashinani to'xtatish kerak bo'ladi. Shunda ham 30 sm joy qolgan bo'ladi. Bu parkovkadagi ideal masofa. Kimga shunaqa premium xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.